Qarangizlar, qizarib ketgandi. Assalomu alaykum hammaga xayrli kech. Mana hozir soat menlari 22:42 bo'lyapti. Hozir men ishni tugatdim. To'g'risi hech kimga maslahat bermayman bu sovuqda chiqishini. Minus gradus bo'lyapti. 0 gradus ko'rsatilgan. To'g'risi ichkaridagi odam bilan hozir tashqaridagi odam nimani his qilayotganini 10 son his qila olmasligi mumkin. To'g'risi, masalan, mendan o'tayotganini siz his qila olmasligingiz mumkin. Sizdan o'tayotganini men his qila olmasligim mumkin. To'g'risi, shunaqangi sovuqatdim hozir. Mana buni kiyib olganman. 3 qavat kiyganman, 3 qavat. Ichidan bitta gamajam kiyganman. Shunaqangi sovuq o'tib ketdi to'g'risi. Hech kimga maslahat bermayman bu sovuqda chiqishini. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamangizlar. Omon bo'ling.